Xitoydan mahsulot buyurtma qilishni ham o'ziga yarasha sir-asrorlari bo'ladi. Ya'ni siz ayrim mahsulotlarni Xitoydan buyurtma qilib olib keltirishdan ko'ra o'zimizning bozordan arzonroq olishingiz mumkin. Nimaga? Chunki siz ayrim mahsulotlarni bir dona yoki ikki dona, 5 ta buyurtma qilasiz. Boshqa bir savdogar Xitoydan mahsulotni xuddi siz sotib olmoqchi bo'lgan mahsulotingizni minglab, yuz minglab olib keladi. Xuddi shuning uchun xarid qilmoqchi bo'lgan mahsulotingizni kilosini hamda kubaturasini magazin yoki ishlab chiqaruvchi bilan gaplashib, bizga kargo kompaniyasiga tashlasangiz, sizga uni bojxona to'lovlarigacha, mahsulotni sizni qo'lingizga yetib borgungacha narxini chiqarib beramiz. Bunda siz mahsulotni tannarxi va yo'l kira pulini oldindan bilib olgan bo'lasiz. Ayrim holatlarda mijozlarimiz Xitoydagi arzon narxga $40, $50 ga buyurtma qiladi. Mahsulotlarini gabariti katta, kilosi yengil bo'lganligi uchun 2-3 barobar yo'l kirasi qimmat chiqib ketadi. Ya'ni o'zini tannarxiga nisbatan. Bunday holatda mijozlar albatta yutqizib qo'yadi. Agarda siz ham Xitoydan mahsulot buyurtma qilmoqchi bo'lsangiz, mahsulotingizni kilo va kubini bizga tashlab bering, biz sizga uni yo'l kira va bojxona to'lovlarigacha hammasini hisob-kitobini chiqarib beramiz.